Boshimdagi bu ro'molning nomi Gutra. Uni ko'rganimizda boy, zodagon, hurmatli arab millatiga mansub bo'lgan sheyxlar ko'z oldimizga keladi. Lekin tarixga yuz beradigan bo'lsak, aynan bunday libosni cho'ponlar kiyishgan, ya'ni arab cho'ponlari. Ushbu ro'mol ularni quyoshdan, issiqdan, qumdan, shamoldan to'sib turgan. Boshidagi mana bu bog'ich esa agal deb nomlanadi. Agaldan esa qo'ylarni, tuyalarni boylab qo'yish uchun foydalanishgan. Hattoki ularni oyog'ini boylab qo'yib, sutini sog'ib olish uchun ham aynan agaldan foydalanishgan. Ushbu cho'ponlar rivojlanishdi. Zamon bilan hamnafas bo'lib yashashda boshqa millatlardan ortda qolmadi. Lekin milliyligini shu darajada hurmat qilib joyiga qo'yib qo'ydiki, siz bu kiyimlarni ko'rganingizda salbiy fikr xayolingizga ham kelmaydi. Bu esa o'zimizning o'zbek milliy do'ppisi. Endi savol, O'zbekistonda bu do'ppini kimlar kiyadi va ijtimoiy tarmoq va media vakillari bu do'ppidan qanday foydalanishadi? Negadir bizning media vakillarimiz alkashlar, dovdirlar, qishloqdan kelgan yurtdoshlarimiz, qariyalarni gavdalantirayotgan payt mana shu do'ppini kiyib olishadi. Sezgan bo'lsangiz, men sanab o'tgan mana shu obrazlar yoki salbiy qahramonlar yoki kulgu ostida qoladigan qahramonlar sifatida gavdalanadi. Nimaga endi bosh qahramon, ijobiy qahramon, yaxshilikka chorlovchi qahramon bunday bosh kiyimda emasda, aynan men sanab o'tgan salbiy qahramonlar mana shunaqa obrazda chiqishadi. Biz o'z milliyligimizni yerga urar ekanmiz, chetdan kelayotgan qanaqadir mafkuraviy kuchlar xotirlanmasa ham bo'ladi. Yana qaytarib aytaman. Biz o'zimizni o'zimiz yerga uryapmiz.